Angren shahrida ilk marotaba xususiy boshlang'ich ta'lim maktabi o'z faoliyatini boshladi. Bugun birgalikda Bilimziyo xususiy maktab bilan yaqindan tanishamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek boshlang'ich sinfdanoq o'quvchilarga IT, robototexnika kabi zamonaviy fanlarning chuqurlashtirib o'rgatilishi kelajakda o'quvchilarning raqobatbardosh kadr bo'lib yetishiga zamin bo'ladi. Bu yerda o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, mana shunday shinam sport zallarida sportning taekvondo, gimnastika turlari bilan professional shug'ullanishadi. Ko'rib turganingizdek Bilimziyo xususiy maktabida shaxmat to'garaklari barcha sinflarga o'tilar ekan. Bu yerda yana bir e'tiborli jihati o'quvchilarning sog'lom ovqatlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Kuzatuvchilarimizda bitta savol paydo bo'lishi aniq. Bilimziyo xususiy maktabining birinchi qabuliga ulgurmagan ota-onalar farzandlarini shunday sharoitlarda o'qishi uchun kimga murojaat qilishi kerak? Hozirda qabul jarayonlarimiz davom etmoqda. Dushanbadan juma kuni soat 8 dan 16:00 gacha maktabimiz qabulxonasiga kelib, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Hammani kutib qolamiz. Rahmat.